Lydia. Madinaga rahmat. Duo ko'rdi. Ayrim bo'lmaganda bilmadim. Xotirang hali qaytmadimi? Yo'q hali. Haqiqiy direktorlaringizni chaqiringlar. Ha, siz Madinani aytyapsizmi? Kuyovim boshliq deganing-ku. O'zi bilgandir, yolg'on gapirganing. Siz haqingizda aytmoqchiman. Siz ularga tanishtirmoqchiman. Birinchi oyimga kvartira sotmasak. Mani nomiga. Unda nimaga Azizbekka turmushga chiqishga rozi bo'ldingiz? Shunaqa qilsam Jasur unutaman deb o'ylagandim. Nazira senga nima qildi? Endi buni ahamiyati yo'q. Sen haqiqiy bashariyni ko'rib bo'ldim. Boshqa yo'limdan chiqmadi. Sayyorani har bir qadamini kuzatishda davom eting. Yana nimadir bilsangiz menga xabar bering. Hop bo'ladi, tushunadi. Charos. Dilnoz, ana chet eldagi yigitim Jasur Toshkentga kelaman deyapti. Nima? Nimaga? Xullas, u onam bilan gaplashib to'y to'xtatmoqchi. Agar shunaqa qilsa, men Jasur aka bilan Yevropaga qaytib ketaman. Go'zal, siz unashtirilgansiz-ku. Nima qildi? Agar u gapida turib Toshkentga kelsa, to'y to'xtatamiz. Yevropada qanaqa bilmadim-ku. Lekin bu yoqda to'y buzilishi sharmandalikka teng. O'zbekchiligi umuman to'g'ri kelmaydi. Siz xato qilyapsiz, Go'zal. Xo'p, unda men o'zim sevmagan insonga turmushga chiqsam, baxtsiz yashasam, xato qilmagan bo'lamanmi? Agar rostdan ham shunaqa niyat qilgan bo'lsangiz, Jasur sovchisini jo'natmoqchi bo'lsa, bu narsani hozirroq Azizbek bilan gaplashib olganingiz yaxshi. Unga tushuntirishingiz kerak. Bu yoqda Azizbekning aybi yo'q. Xo'p, agar Jasur kelmay qolsa-chi? Keyin ikkalasidan quruq qolaman. Azizbek yaxshi oiladan, o'zi ham kelishgan, o'qimishli yigit. Axir o'zingiz baxtsiz yashashni xohlamayman deyapsiz-ku. Gaplaringiz bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Oldin Jasur aka Toshkentga kelsin, oyim bilan gaplashsin. Undan keyin Aziz akaga tushuntiraman. Agar kelmasa Aziz akaga turmushga chiqaraman. Menda boshqa ilojim yo'q. U yog'ini peshanamga yozganini ko'raman. Lekin siz Azizbekka nisbatan nohaqlik qilyapsiz. Dilnoza, nima uchun yigitlar xohlagan narsasini qilish mumkin, bizga mumkin emas? Ular qizlarni xohlagancha o'ynatishadi-ku. Shunaqa sodda bo'lganimiz uchun siz ham men ham shunaqa holatga tushganmiz. Biz ham ayyor bo'lishimiz kerak. Aziz aka hozircha men uchun yaxshi variant. Agar Jasur kelsa unga tegaman. Kelmasa Aziz akaga. Oy, hozir. Alo. Ha jonim. Kechirasiz. Assalomu alaykum. Madinaning xonasi qayerda? Tepada ikkinchi etaj. Kechirasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yoqqa ne kelding? Tushunmadim. Bu yoqqa qaysi yuz bilan kelding deyapman. Menga Madina opa kerak. Ular bilan gaplashib olmoqchiman. Madina bu yoqda yo'q. Qachon keladi? Sanga nima? Nega senga hisobot berishim kerak? Xohlagan paytida keladi. Tushunding? Yaxshi. Unda kelishlarini kutaman. Borib tashqarida kut. Men shu yoqda kutaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sen qiz o'zi maqsading nima? Birovlarning oilasini buzishmi? Sani deb Madinani oilasi buzilib ketay dedi. Hozir ular endi baxtli yashayotganida yana ularning baxtini buzmoqchimisan? Baxtli yashayotganida
O'zi sandakalani deb qanchadan qancha oila buzilib ketyapti. Agar iloji bo'lganda, o'zim seni bo'g'ib o'ldirgan bo'lardim. Seni ko'rsam asabim buzilib ketyapti. Birovlarning oilasini buzgandan ko'ra, sen yaxshisi o'zingning hayotingni o'yla. Siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Seni eshitaman. Akam aytishlari bo'yicha siz Suhrob akam bilan vaqtincha yashayotgan ekansiz. U kishi tuzalgunlarigacha. Ahvollari yaxshilangandan keyin ajrashaman degan ekansiz. Xo'p, Shu narsani o'zingiz og'zingizdan eshitdim keldi. nimani? Suhrob aka bilan vaqtincha yashayapman. Ahvollari yaxshilangandan keyin ajrashaman deyishingizni. Menga qara Charos. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? A? Suhrob aka haliyam meni qonuniy erim. Sen kimsan bu yoqqa kelib mendan hisob so'raysan? Men aytaman seni kimligingni. Sen shunchaki erimni bitta o'ynashsan. Men ishim bilan bo'lib, erimga vaqt ajrata olmay qolganimda uni yo'ldan urgan bir yengiltak qizsan. Yo'q, unaqa emas. Men Suhrob akamni sevaman. Ular ham meni yaxshi ko'radilar. Sevaman. Sen o'zi sevgi deganda nimani tushunasan? Sandakalani deb nechtadan nechta oilalar buzilib ketyapti. Men senga achinmayman Charos. Men faqat bitta narsaga achinaman. Seni oilangga. Chunki seni qilgan ishlaringda ularning aybi yo'q. Men gapimni eshitmoqchi bo'lsang, senga aytaman. Mani bitta yengiltak qiz deb oilamni buzish niyatim yo'q. Lekin siz akamga Akangga salom aytib qo'y. Xo'p?